Assalomu alaykum. Hammaga sog'misizlar, salomatmisizlar? O'za xursand bo'ldim. Hamma sirli vlogdan o'tdim deb post kommentariy qoldirishibdi. Hammaga rahmat. Bugun mana 1-iyul yakshanba kuni, dam olish kuni uyda agarodcham kichkinagina shu agarodchaga qarab ko'zni quvnatib bir rahmat aytib qo'ydim hammaga. Bizni kulba shu. Bu yerga shunday bolgarskiy, baqlajon, u yoqda million gul. Bu yoqqa bir 4 rat pomidor ekkanman. Pomidor, bu yerda 1 rat boluring. Mana bu yerda rayhonlar. Shunaqa. Bu yoqda oshko'k, ukrop. Video qilishimdan maqsad hammaga rahmat. Shu qo'llab-quvvatlab o'tdik, sirli vlogdan ustozdan deganingiz uchun hammaga rahmat. Qo'llab-quvvatlab tursani bundan da zo'r videolarni qilishga harakat qilaman. Davom yo'nalishda. Hop, mana endi kecha ustozga tavsiya shuni tavsiya qildik, omar o'rnatib berdik. Biznikini omoviy tili boshqacha. Shunday. Xullasi shunaqa, hammaga rahmat. Qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Men endi shu ozgina ishim qoldi o'sha yerda. Shu ishimni qilaman. Sog' bo'linglar, salomat, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Hammaga rahmat.